Hammaga assalomu alaykum. Men hozir tovar taxliydigan xonamga o'tib oldim. Sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Bizda Faberlic kompaniyasida mahsulotlarimiz ism familiyamizda, telefon raqamimiz, adresimiz bo'yicha yozilgan shunaqa ro'yxatda keladi. Biz ofisda bu ro'yxat bo'yicha sizga kelgan tovarlarni taxliymiz, korobkalarda chiroyli qilib tayyorlab, uyingizgacha yetkazib beramiz. Siz Faberlic kompaniyasiga a'zo bo'lsangiz, uyingizda o'tirgan holda saytdan buyurtma berasiz, uyingizga o'tirgan holda oplata qilasiz, uyingizda o'tirgan holda dostavka qildirasiz va bundan tashqari uyingizga o'tirgan holda gruppa ochib mahsulotingizni sotasiz. Qarindoshlaringizga, yaqinlaringizga taklif qilsangiz esa kompaniya sizga oylik ham to'laydi. Ham mahsulotni ustiga qo'yib sotsangiz foyda qilasiz, hamkor taklif qilsangiz oylik olasiz. Mahsulot sotish majburiy emas. Ko'pchilik sotuvchi bo'laman deb o'ylashadi, yo'q, majburiy emas. Siz bu narsalarni bozordan emas, bemalol endi bozorga borishga hojat yo'q. O'zingiz uchun ham saytdan ichki narxida olib ishlatib, Faberlicda biznes qurishingiz mumkin. Hali ham kompaniyada ishlashga qo'rqib o'tirganlar, qo'rqmanglar. Ertaga afsus qilishingiz mumkin, chunki mana bizni ko'rib turibsizlar. Shu biznesda chidamiz, shu biznesda rosa reklama qilyapmiz. Agar shuncha narsani ko'rib ham qo'rqib turgan bo'lsanglar, men sizlarga boshqa hech nima deya olmayman. Shoshilinglar. Faberlicda siz uchun joy bor. Tezroq qo'shilsangiz, tezroq pul topishni boshlaysiz.